Bugun tongda Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchalaridan birida yong'in kelib chiqdi. Hodisa joyiga 5 ta qutqaruv bo'linmalari jalb etildi. Mazkur holat yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilish zarurligini yana bir bor eslatdi. Hodisaning to'liq tafsilotlari bilan muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva tanishtiradi. Yong'in bo'lyapti. Hajarlarimiz keldi. Oldiga aqlash bo'lmayapti. Ozgina zapravka quyilish jarayonida mashinalarni o'chiryapti. Bugun ertalabdan Denov tumanida joylashgan avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida yong'in yuzaga keldi. 7 aprel kuni soat 8:24 da 112 tizimidan Surxondaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Denov tumani Oqton mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasi hududida KAMAZ rusumli suyultirilgan propan gaz tashuvchi maxsus avtomobildan sig'imga gazni quyish vaqtida chaqnash sodir bo'lib, natijada yong'in kelib chiqqanligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Xabarga ko'ra, zudlik bilan voqea joyiga 5 ta qutqaruv bo'linmalari 8:39 da yetib borib, yong'in 8:42 da o'rab olingan. Yong'in soat 10:00 da o'chirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, sig'imning yorilishi sababi maxsus avtomobildan propan gazini bo'shatish vaqtida texnogen jarayonning buzilishi deb taxmin qilinmoqda. Hodisa oqibatida 2 nafar fuqaro, shundan bir nafari 10%, yana bir nafari 3-4% yengil kuyish tan jarohati olganligi ma'lum qilindi. Halok bo'lganlar yo'q. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Ematlayev, Surxondaryodan.